Assalomu alaykum. Samarqand shahar hokimligi axborot xizmati haftalik yangiliklar haqida xabar beradi. Samarqand va Nara shahar rahbarlari onlayn muloqot qildi. Samarqand shahar hokimi Fazliddin Umarov Nara shahri Merigin Nakagawa hamda O'zbekistonning Yaponiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Muhsinxo'ja Abdurahmonov ishtirokida onlayn uchrashuv bo'lib o'tdi. Muloqotda Samarqand va Nara shaharlari o'rtasidagi qardoshlik munosabatlarini yanada mustahkamlash, savdo-iqtisodiy, turizm, madaniy-gumanitar va ta'lim sohalarida hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar 2022-yilda Nara shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan arxeologik ko'rgazmaga tayyorgarlik ishlariga alohida e'tibor qaratdilar. Qayd etilganidek, ushbu loyiha ikki mamlakat o'rtasidagi do'stlik va tarixiy aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, Nara shahridagi yangi bog'lardan biriga Samarqand nomi berilgani yuqori baholandi. Uchrashuv yakunida shaharlararo munosabatlarni aniq amaliy loyihalar bilan boyitish bo'yicha kelishuvga erishildi. Muloqot yakunida Nara shahar meri Samarqand shahar rahbari boshchiligidagi delegatsiyani Yaponiyaga taklif qildi. Ayni kunlarda Samarqand shahri bo'ylab nosoz yo'llarni bosqichma-bosqich ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Samarqand shahar mahallalarida xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar o'rganildi. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va shahar hokimligi tomonidan mahallalardagi xavfsiz muhitni yaratish, jamoat xavfsizligini ta'minlash hamda huquqbuzarlikning oldini olish borasida olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishildi. Samarqand shahrining kriminogen vaziyat og'ir bo'lgan Ko'ksaroy va Bog'saroy mahallasida aholining muammolarini aniqlash va unga yechim topish orqali kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlash bo'yicha tashkil etilgan maxsus shtab va ishchi guruh faoliyati o'rganildi. Fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga jalb etilgan shaxsiy tarkib va hamkor tashkilotlar xodimlari bilan yo'riqnoma o'tkazilib, ularga aniq ustuvor vazifalar belgilab berildi. Samarqand shahar hokimi Fazliddin Umarov boshchiligida navbatdagi rahbar va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Mamlakatimizda har haftaning payshanba kuni vazirlik, idora va hokimliklarda yoshlar kuni bo'ladi. Samarqand shahrida qator tadbirlar tashkil etildi. Jumladan, Samarqand shahar hokimi Fazliddin Umarov 81-umumta'lim maktabida bo'lib, yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazdi hamda ularning ijodiy ishlari va tashabbuslari bilan yaqindan tanishdi. Bularda hozir aytgan taklifi o'shanda amalga oshadimi? Oshadi. Men keyingi safar yana bir kelganda siz bilan muloqot qilamiz. Agar yo'q bo'lmasa, sizni taklifingiz bilan laboratoriya burchagi tashkil qilamiz. Muloqot davomida yoshlarning taklif va g'oyalari, kelajak rejalari tinglandi. Bildirilgan tashabbus va muammolar yuzasidan mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berilib, ularni hal etish choralarini ko'rish belgilab olindi. Shuningdek, maktab hududiga manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. Samarqand shahridagi Siyob bozorida muborak Ramazon oyi munosabati bilan arzonlashtirilgan oziq-ovqat va mahsulotlar yarmarkasi tashkil etildi. Yurtimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Samarqand shahrining aholi gavjum bo'lgan maskanlardan birida, ya'ni Siyob bozorida ham Ramazon fayzi sezilib turibdi. Chunki bu yerda aholiga qulaylik yaratish maqsadida muborak oy munosabati bilan arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari yo'lga qo'yilgan. Assalomu alaykum. 1 kilo go'sht narxi necha pul? 73 ming muzlatilgan go'sht. Farshimiz ham 73 ming. Qo'y go'sht 95 ming. Bozor narxiga nisbatan qancha foiz arzonlashtirilgan? 20% arzonlashtirilgan. Ushbu savdo yarmarkasida aholi kundalik ro'zg'or uchun zarur mahsulotlarni arzon narxlarda xarid qilmoqda. Go'sht, un, o'simlik yog'i, piyoz, kartoshka kabi eng ko'p iste'mol qilinadigan mahsulotlar hamyonbop narxlarda sotuvga chiqarilgan. Go'sht menga narxi to'g'ri kelyapti. Yaxshi-da, narxi 135 ming ko'chalarda sotyapti, qimmat u. Ramazon mehr, oqibati va saxovat oyi. Shu bois muborak oy davomida bunday yarmarkalarni muntazam tashkil etish, mahsulotlar yetarli bo'lishini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Narxlar yaxshi, bozorlar ancha nima bo'lgan, chiroyli bo'lgan. Rahmat bozorchilarga. Aldamaydilar. Savdo yaxshi. Sifati qanday? Sifati ham yaxshi, mana olyapmiz. Yaxshi. Bunday arzonlashtirilgan savdolar aholining dasturxonini to'kin qilishga, narx-navoni barqaror saqlashga hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Bizda hozircha shular, kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.